Hozirgi mashinamizning narxini aytsam, hoziroq telefon qilib egalariga baraka qilib olmoqchi bo'lasiz. Juda ham arzon narxga Nexia 1 avtomobilni qo'yapmiz. Xo'p, rangi o'zini rangi dedilar, hech qayerga kraska sepilmagan, radnoy holatda turibdi dedilar. Lekin ko'p joylarida shunaqa udar bo'lgan joylari bor. Pachoq bo'lgan, kraskasi uchgan, shunaqa joylari ko'p. Lekin mashinamizning kraskasi o'ziniki dedilar. Xullas mashinamizning egalari jaydari holatda mazza qilib haydab yurganlar. 4 ta shirokki balonlar taqilgan, bosin sakalar o'rnatilgan. Oldin faralari LED va oynasiga ahamiyat berasiz. O'ziniki boshqa xil bo'ladi. Oynasini ham almashtirganlar. Dvorniklar Lexus qo'yilgan. Mashinamizning to'g'risi kuzov holati uncha zo'r emas, lekin kuzov holatida ozgina ishlari bor. Orqa tomonlari, oldin tomonlari, kuzov tomoni bitta o'tish kerak. Lekin metan gaz balonlar o'rnatilgan, narxi juda ham arzon. Tikoni puliga berib yuboryaptilar. Xo'p, mashinamizning orqa tomoni ham radnoy, qora bamperda turibdi. Orqa faralari ham radnoy. Xullas, mashinamizning kuzov qismida ishlari bor, lekin radnoy dedilar, o'zlari shuni tekshirib olasizlar. Endi salon qismiga o'tadigan bo'lsak, obshivkalari o'ziniki, muhimi stiklo podyomniklari elektronik ko'rishlaringiz mumkin. Elektronik stiklo podyomniklar qo'yilgan va bu yerda chexol poliklar qilib qo'yishgan. Evakor oranjviy poliklardan taqishgan, patetkalari o'ziniki, Mers rul qo'yilgan, chek almashtirilgan, chexol bor. Xullas, salon qismimiz ham o'rta holatda, o'zini o'ziz uchun olib qarashni qilsangiz yaxshi holatda keladi. Mashina xullas haydab yurilgan mashina. Egalari arzon narxga aytdilar. Mashinamizni narxiga keladigan bo'lsak, $1,500 deyaptilar. Keling mashinani ko'ring, haydab ko'ring. Men o'zim ham haydab ko'rdim. Yaxshi, ideal emas, lekin haydab yurishga bo'ladi. Mashinamiz yili 2000-yil, ko'p ham eski emas. Yurgani esa 254,000 kilometr ko'rsatyapti. Tablosiga o'zlaringiz uchun tekshirib olasizlar. Buni olib bitta o'zingiz uchun xarajat qilsangiz, tayyor mashina bo'lib, yana sizga anchagina xizmat qiladi. Pastga nomerlarni qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib olishingiz mumkin.